Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. Yeni bir kademlik uçuk söhbet programımızda görüşünlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmelerimiz hamalığa malum boğandak, biz bu programımızda yıllardan buyan milletimizge münasebetlik boğan xilma-xil temalarda şu teminninki, şu mavzununki mütehassislerini çağırıp, yoki bo'lmasa siyasi meseleler olib qolsa, dernek xilma-xil şu teşkilat, cemiyet reislerimizni, mas'ullarni taklif qilib, şu mavzular haqida, xilma-xil mavzular haqida suhbat qilib kelyapmiz. Bugün bu albatta bugün tuyuqsizlam bo'lib qoldi, bir qancha soat burun e'lon bergan bo'ldik har qaysi ijtimoiy ushur vositalarimizda. Afg'onistondagi vaziyat hammamizga ma'lum. Bo'libmi 15 Avgustdan keyin Talibandan ki Afg'oniston poytaxti Kabulni hech qanday kutilmagan bir şekilde tez suratda qo'lga kirgizishi bilan dunyoning birinchi nomerlik kun tartibiga kirganligi hammamizga ma'lum. Biz xabarni beryapmiz. Hem xo'shnimiz bo'lish e'tibori bilan ham bu yerda yillardan buyon mayli burun chiqqan bo'lsin, keyin chiqqan bo'lsin, muhojir bo'lib Xitoyning zulmidan qochib chiqqan qarindoshlarimiz va bu masalalar bo'lsin, albatta biz Uyg'urlarga bu Afg'onistondagi vaziyatimi albatta bizga ait munosabatli masalalar ko'p hamda biz ilgirki bir qancha qatimliq suhbatimizda buningki siyosiy ahvollar, u yerdagi vaziyatlar, Taliban davrida qanday bir vaziyat shakllandi bundan degandek masalalarda suhbat qilgan bo'ldik ilgirki sonlarimizda. Bugun tuyuqsizlan bir qancha soat burun e'lon berishimizga sabab qimmatli bir shu rayondan, Pokistondan va Afg'onistondan ikki mehmonim İstanbul'da bo'lganligi uchun bu fursatni g'animat bilib darhol ular bilan bir suhbat qilaylik deb e'lonni shunga bir qancha soat burun bergan bo'ldik. Studiyada bo'lgan qimmatli ikki mehmonim bor. O'simi Ömer Uyg'ur, Pokistondagi Ömer Uyg'ur vaqfining raisi. Shuningdek ikkinchi mehmonim Abdulaziz Nasiri, Ömer Uyg'ur vaqfininki Afg'onistondagi vakili o'zi. Qimmatli vaqtini chiqarib har ikkalaniki studiyoga kelib programma qatnashib bergani uchun albatta ko'p rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy vositalardagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif berishingizni umid qilamiz. Unda esa programmaga kirib ketsak, oldi bilan albatta Ömer Uyg'ur apandim bilan har qatim Turkiyaga kelsa ish qilib bir program qilyapmiz. Sizni istiqlol ekranda hech qatim ko'rganlik uchun ko'rmalarimiz bugungi yangi tunji mehmonimiz Abdulaziz efendimiz bir tunib o'tsak, o'zi Afg'onistonda tug'ilib Kabulda tug'ilganligini anladim men. Shu o'zingizni bir qisqacha bir tunishtirib o'tgan bo'lsangiz undan keyin. Men Afg'oniston Kabulda tug'ildim. Pokistondagi Umar Uyg'ur vaqfidan Afg'onistonda Uyg'urlarning vakili xizmat qilyapman. 2014dan boshlab men hozirgacha Afg'onistonda Kabulda xizmat qilib o'tdim. Şu hozir şu İstanbul'da Türkiye'ye keldik. Xo'sh. Bundan Ömer Uyg'ur vaqfininki Pokistondagi qilayotgan xizmatlarini albatta ilgari biz Ömer Uyg'ur apandan oldik. Afg'onistondagi ya'ni Kabuldagi xalqimizga bu vaqf orqali nima xizmatlarni qilayotganlar ta masalan Taliban hozir balkim yo'q deyman hozir faoliyat qilmayotgan bo'lishinglar mumkin, uni suhbat jarayonida qilamiz. Nima xizmatlarni qilayotganlar? Biz ana til maktab ochgandik, onun boshqa Uyg'urlarning qiyinchiligi bor. Ularga yardım qilib o'tgandik. Boshqa madaniyat, o'zimizning culture, ashlarni o'rgatib, ashishlar bilan mang'atdik. Afg'onistonda, Kabulning ichida. Kabulda. Do'stim shu oldi bilan biz Afg'onistondagi xalqimiz, qanchalik xalqimiz va qanchalik muhojir va ilgari keyin bo'lib masalan bu vaqtda ma'lumotimiz. Bu taxminan 100 oila bor. 100 oila. Bizda tizim bor, 100 oila bor. Sizlarning tizimingizda yo'qmi bor albatta? Ha. Yani Kabulga asosli Kabuldami yoki boshqa Afg'onistondan boshqa? Boshqa nimalarda masalan Mazar Sharifda bor, Badaxshonda bor, o'ngda boshqa Kabulda bor. Sizlar Kabuldakini jiqroq bilasizlar yani. Kabuldakini bilmayman, masalan Mazar Sharifdakini bilmayman. Ondan boshqa Badaxshonda biroz oila bor, ularnikini bilmayman. Xo'sh, unda bo'lsa
Hal 3-400 nüfusdan mı çıktı yaptan da sonra? Təxmin 400-500 oldu. Xoş. Əmdə Uygurlarning ki şu Taliban hakimiyeti bugün əmdə siyasi cəhətdəki qismğa cıq kirməyildi işte hamda. Faqat şu yerdəki normal muhacir xalqımızın ki əhvalının ki qandaq şəkildə buluyatqanlığı Taliban dövrünün aldıdaki hakimiyetdə qanday yaşayan bu 15 Avgust'un keyinki əhval qanday özgərdi. Bu haqda biraz bir paranlasaq deb oturduq. Şu Uygurlar Taliban hakimiyetinden burun qandaq əhvallarga duş kelgan mesela Taliban hakimiyetini bütünlüğe bilgen quluğa ağam oldu. Bunu meyli paranlaşımız. Ondan bir meyli Karzai hükümeti de bolsun ve keyinkisi de bolsun. Muhacir qeyrindaşlarımız u yerdeki xalqımız u yerdeki qanday besim duş kelgan mükemmel nima ishlar bo'lgan. Bunu sizden algan bolsa hamda. Karzaining davlat bachaqda o'sha normal Uyg'urlar yashayapti, o'zining hayotini normal yaşayıp bardı. Onundan bilək başqa Karzai hukumatda yaxshi deb Uyg'urlar. Amma hozirgi vaziyatda bu Uyg'urlar nihoyat qiyinchilikda. Hozirgi vaziyatda nihoyat qiyinchilikda. İlgili mesela Uygurlarning qaytırıp berilgan, Xitoyga tutib berilgan masalalarini anlagandik biz xabarlardan bayonladik. O vaqtda Taliban hukumatni qo'llanmagan vaqtda. Qo'llanmagan. Yaxshi yaxshi deganda qaysi maqsadni ko'rsatdi? Ya, hozir shu Talibanning qo'liga kelgani yo'q bu davlat kelgani yo'q. Hozir Afg'onistonda Talibanning hukumati bo'ldi. Hozirdagi Uyg'urlarning vaziyati nihoyat yaxshi emas, mesela qiyinchilikda. Onda başqa bularningki bir endişesi var ki bularni qaytirib atamdiki deb Xitoyga. Kim o? Taliban mı? Taliban mı? Aşağıda bir qaytirib atamdiki deb aşağı endişedi bular qo'qab, shunda bir endişini bizga bildirdi. Şu aşırı vaziyatda hozir 100 aile var. Bu 100 aileni mesela kunda men ular bilan aloqalashib turma. Shu kunlik xabarni men berib turdi. Şu bizden hem de tirişimiz müşiki ulanı biz bir yol çıkarıp Afganistan'dan, Kabul'dan bir çıkarıp alsak bir normal özününki bir hayatını ötkəsin. Çünkü hazırki vaziyet yaxşı emas. Afganistan'daki başka mesela Tacik mi var, Özbek mi var, Türkmen mi var? Mesela Tacik ne yap gitti, Türkmen ne yap gitti, Özbek ne yap gitti. Ama biz Uygur hız aileden çıkarıp var. Ama hiçbir teşkilat çıkmadı ki onunla bir alakası. Mesela bizle bilen bir alakası nimi vaziyette bu Uygurlar. Şu biz muşun umut kılımız ki birisi çıkıp mesela biz teşkilatının içimizden aslında bir yardım kılsın. Muş. Ömer Efendim hem de şu Abdülaziz Efendim diyendek hem de biz akbaratlarda körüp duruyoruz. Nurgun devletler meyli Kazakistan bolsun etraftaki Amerika'dan tatip hem mesela özünün puhralarını əfkit otur hem de. Devleti oğan degen əfkit eken özünün puhralarını Türkiye'ye əfkit degендek. Uygurlar meselesi de hiç qandaq avaz çıkmadı deb söylep etkendek. O meseleni paranlı şeyle tefsili halette nim üçün bir devlet iyi çıkıp otam çıkmıyor otam da o suallarım mı var? Ben yeni biraz şu Taliban 15 Ağustos Afganistan'daki hakimiyetin tuluk Kabul'unu, paytaxt Kabul'unu elip hakimiyetini kuluğa eliştin burun, meyli Karzai devri olsun, ondan keyinki reis olsun. Bu devirlerde mesela biz sizinki ilgili mesela Uygurlarını Xitoyga tutup berip, onun ailesini, sizlerin Ömer Uygur Vakfı'nınki ulanın ailesini bir kıvatkalığını anlattım. Bu şimdi biraz aşkan basak. İlgiriki hakimiyet mi Xitoy bilen Taliban'dan burunqi normal bu hakimiyet mi bilgen keşif ketken. Uygurlar aşında Xitoy bilen yıkım bulup Uygurlarını tutup solap degендek işlerini kıgameti bu aşı vaxtadaki Uygurların vaziyeti hakkında. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Taliban kelgen biz xabar ağlagandayken bizge neçe Uygurlarning telefon keldi. Hem de biz bir Afganistan, Pakistan'daki Uygurlarga biz yardım kılıp durup biz hamile beni tanıyordum da. Takriben hamile beni tanıyordu. Haber kelgenden keyin biz harekatga keldik. Malumat aldık. Biz konu haberini ko'rdik ki Taliban Beijing'e barıp qildik bu agreement qilib o'tdi.
ki biz sizlarga yo'l sapirmez, pul bermez, nima gaplamda. Taliban kelgandan burun bular Beijingga borib bo'lgan bular. Ashraf G'ani mi? Ashraf G'ani hukumat vaqtida bular Taliban acha borib borgan Beijingga. Bir ish ketim bular muzokara qilgan. Bu yana gap emas. Bu takriban 4-5 oydan bular Afg'oniston bu Talibanlar boshlig'i Beijingga bordi. Xo'sh. Biz bir xabar olgandan keyin biz fikr qildik, yar bu bizga yaxshi bo'lmabdi. Lekin biz shu vaqtda tortib biz harakatni boshladik. Dunyoga andidik, ya bu bizga yaxshi bo'lmaydi. Birlam Taliban qabul qilgandan keyin hozir shu biz o'ylaymizki mumkinchilik bizga Taliban ziyon qilmaydi musulmonlarga. Musulmon bo'lgandan keyin. Musulmon bo'lgandan lekin biz bularning harakatini ko'rsak Talibanning harakatini ko'rsak, gapni anglasak, ya Pokistonning ichida ham Talibanlar borda. Bizning iloqa bor bularniki bilan bu o'qish bu bilan dedim-da. Iloqa biz Taliban o'zil biz gap qilmaymiz. Ko'pinchisi Pokistonda o'qiganlar. Pokiston o'qiganlar Talibanlarni. Ashar bilan. Shuniki harakatni ko'rsak biz qo'rqamiz. Kimni? O Talibanning ha harakatini ko'rsak. Harakatni biz qo'rqamizki, ya bularga rahbarlar Xitoylarga sitildi. Xitoylarga sitildi, matlab desak, Xitoyniki ham yaqin bo'lib qoldi. Xitoy hamda Talibanda pul yo'q. Aşağı bir ticaret kız ya uy yasasak pul bo'lgan ekan. Xitoy va'da berdiki, men pul ajratibman, sizlarga berman. Lekin bizniki va'da qilgan aşağıdaki Uyg'urlarga o Uyg'urlarni harakat qildimi? Harakat qilganlar degandan keyin shudan keyin biz nima Pokiston ichida shu ish bo'ldi. Qarzayni gap qilsak, Qarzay bizniki Uyg'urlarni bada Xitoyga. Xitoyga beryapti. Beryapti. Misal birlar 2004-yilgi gapinglar. Shu vaqtda 23 Uyg'urlarni bir kun chudab Xitoyga bergan bular. Qarzay hukumat. Shu vaqtda bir Xitoy bu Afg'onistonda bordi. Shu vaqtda bir Xitoy bordi ichida. Hozir to yangi do'st bo'lib Taliban bilan ashqay bo'lgan. Shu vaqtda biz Uyg'urlarga achchiq ziyon bo'lgan 23 oilani adamlar tushirib aşağı içinde Abul Hasan'ın aile hazır takımın 8 yılda Pakistan'da hazır. O Xitoyga topshirib o'tgandan keyin ailesini sizlar Pokistonga qo'ygan biz. Pokiston ular. Mundok İsrail degan bir balabata tijoratchida. Bu Abul Hasan degan bir tijoratchi. Afg'onistonda, Pokistonda mundok bular bilan salibsizda mundok tijorat qildi. Vaqt hakamlar bada bu hamlalarni qaba. Bergandan shu vaqtda biz qo'rqamiz. Lekin hozirgi ahvol shuki biz siz bilmagan ki biz Talibanniki av emas. Taliban demak bo'lsa musulmon biz umid qilamiz. Talibanning qaytirib o'tishidan ansirmaysizlar yani. Ya biz Talibanni yaxshi ko'ramiz. Bular hozir islom bo'lgandan keyin musulmon bo'lgandan keyin lekin agar Pokistonda ichida bir gap qilaylik-da, Pokistonga cho'ng jamoatlar bor. Xo'sh. Pokiston jamoat islomiy demak, Cemaat Mulana Fazlur Rahman F grup demez. Cemaat İslam F İslam demez. Şula bulanike ustad. Bu Talibanlarnike. Yani bu Fazlur Rahman. Bak bu Mulana Fazlur Rahman. Bu Xitoy bilan en yakın dost qasla. Bu bir hafta 10 kunda bir kilim Xitoyga ko'chmasa bo'lami aram emas. Buniki misal mundoq berlar. Pokistonda koridor sipak demasa, yo'l yasaladi Pokiston. Shu vaqtda burun Xitoy Pokistonda ichida agar bu yo'l yasalsak, yoki bir diniy jamoat Pokistonni mazbut endi. Bu adam bir soatda million odamni talab chiqaradi bu adam. Bu adamın da bir saatte. Bir saatte bir adam çıkarıyordu bu adamın da. Demek Cemaat İslam degen. Xitoy buruna ko'ra Pakistan'da kim kuchlik jamoat liderleri. Bizga ziyon qildi degan ekan bu adamni Beijingga kechirib. Bu adam xo'sh qilib Pokiston o'tberdi. Bu adam bir musulmon, bir mullam. Av Xitoy Av cehennem, av cennet. Bundoq bir misal bersak bo'ldi. Qanday do'st bo'lar edi?
Bu adamniki biz sanitar bor Talha Mahmud degan. Shuni bu koridorniki direktor qilibdi. Mayliqi bir balvoq bir yo'l. Bir balvoq bir yo'lda direktor qilibdi buniki bir adamni. Aslında bu mullam biz Uyg'urlarni bu bizniki Uyg'urniki bir ahmoq bo'ladi bu adam. Bo'lgandan keyin bu adamni bu Sirajul Haq Jamoat Islomiyaniki raisi bilan bu ikkisi ayrim jamoat, ayrim jamoat. Bu adamni bu jamoat islomida bu mazbut hamda texim kuchli ta. Tajab kuchli bu hamda. Bu adamni qat'iy qilgandan keyin bu adam bir Uyg'urlar qaçdi. O'tgan biz xabarimizdan bergan tuqmushu Xitoyning bayram bo'lgan vaqtida bayram bo'lgan vaqtida Janob muhtaram İzzet Maab Xi Jinping degan bu adam shu mullam shu degan. Shuda biz o'ylaymiz bu Talibanning ustozlar bular. Bugungi Talibanning. Bugungi Talibanning ustozi bu. Agar bu ustoz buni yomon chiqib kelsa, av shogirdlar av biraz yan bilmaydimmi? Bu bize fikrimiz shu bor. Shuni o'ylaysizlar yani. Bu o'ylaymiz. Mumkin Allah qilmasin, bu Taliban bizga ziyon qilsa, Uyg'urlarga balki ustoziga qarshi. Ustoz bo'lgandan keyin shogirdlar ham biz shu qo'rqamiz. Faqat bu Jamoat Islomiy. Mo'lana Sirajul Haq. Amir Jamoat Islomiyniki. Bu Turkiyada bir Jamoat Islomiy bor. Buniki Pokistonga cho'ng'adi. Bu ko'slar Xitoy bilan qandoq Xitoyniki bayram kunida ayollar bor. To'rt kesib. To'rt ko'slar bunda. Undoq. Bu biz nima umid qilaymiz? Buniki shogirdlar bu Jamoat Islomiy. Buniki madrasada. Yuzlab Uyg'urlar o'qiydi. Shu vaqtda 2006da buni gap qilsak, 2005-6-7da buni gap qilsak, o'qidi. Hali bebala yo'q. Hamma qaçdi buradan. Xo'sh. Nimishqa buni qo'rqib, buni sotadi bizni. Nimishqa bular Beijingga borib, jek pul aqildi bular. Bu ustad. Ustad bo'lgandan keyin biz bulardan qo'rqamiz. Bu fikr bilan biz gap qilyapmiz ki Taliban agarchi bizga ziyon qilsa, bular bizga ziyon qildi. Pokistonga jil hozir suba anima bizniki Xitoy bizga zulm qilyapti-mi? Hozir bu dunyo zulm bo'lyapti-mi? Bizga keladi bu mullam. Bu mullam bir gap qilsa Xitoyga, bu musulmon bu. Bunda qilmanglar. Xitoy bizni qilmaydi. Bular jim bo'lib oldi. Xitoyning o'zini ishi, Uyg'urlarning o'z ishi bular jim bo'lib oldi. Bular biz bular bir xafa, biz ulama, biz musulmonlik haqqida biz. Men ulamoni jek yashab ko'rman. Lekin bu ulama bizni jek qildi. Rahatsız qildi bular bizni. Xo'sh. Demak, siz Karzay vaqtida avatib etilgan 20 necha kishini avatib etdi dedingiz. Undan keyinmi shu Uyg'urlar unda olsa shu davrlardami tinch bir xotirjam yashimidi degan gap. Ya, meniki fikrim yaxshi emas-da. Shu vaqtda bir Xitoy davlat oliniki bizni Karzay hukumat berdi. 23 adam bir adam emas, 2 adam emas, 23 adamlar shu vaqtda tutib bergan. Ularning izdirik yo'qdan hozirgacha. Yo'q, nima, hech kim bilmaymiz. Xo'sh. Endi siz abay Abdulaziz efendim shu bundan burun masalan shu Talibandan burunqi davrdagi Uyg'urlar biraz xotirjamda, hozir xotirjam emas edingiz. Taliban kelgandan keyin nima uchun xotirjam emas? Taliban kelgandan keyin shu o'zingiz bilasiz, Xitoylar bilan bular mesela oshkora yiqilishib, oshkora emas, ammo munosabati yaxshi bo'lib ketib bordi. Undan bilak bu Uyg'urlarningki kimligida nima yoziliqchi muhajirin Chin deb yoziliq yoki Xitoy muhajirin. Xitoy muhajirin. Chinese refugees deb yoki Turkistoniy deb yoziliq. Shu Uyg'urlarningki cho'ng ansirashi buning cho'ng andishi mushiki bular bizning kimligida bu yoziliq. Biz ne mesela Xitoyga qaytarib deb cho'ng andishim shu bog'lanki. Onun bilan shu hozirdagi vaziyatni qarasangiz, bu vaziyat hozir nihoyat qiyinchilikda bular. Mesela Afg'onlar o'zingiz bilasiz, o'zining vatanini qo'yib qechiyotsa, bu Uyg'urlar u yerda qilib, u yerda turib nima qilyotgandi? Mesela qanday yashayotgandi ular? Ularniki bolalari qanday yashayotgandi? Mushu hamma gaplarni mesela kunda anglayman-chimi?
Şu işlarni anglab, şu gaplarni anglab rahatsiz bo'lib qolamiz. Biz o'zimiz masalan bizlar tirishdik, medialarga chiqardik. O'sha hattoki biz o'zimizningki Uyg'ur tashkilotlarga hammaylar masalan tirishdik aloqa qilib bag'aylar, ammo birismi masalan bunga javob qaytarmadi. Ammo hozir umidim bor bular tashkilotlar inshaalloh bir nima qiladi biz bilan bir aloqa qiladi. Ammo uningdan bilak bizga masalan notunush NGOlar bizga masalan kontakt qilib biz bilan aloqalashib bu ishlarga mangdi. Onunla bile bizning o'zimizning millatimizning ichimizda bir ayol bor. Osh ayol bu ishni azroq nima jiddiy ilib biz bilan azroq yordam qildi, tizimni oldi bizdan. Ham tirishyapmiz inshaalloh. Ham men bu tashkilot masalan o'zimizning Uyg'ur tashkilotidan umid qilamizki, kelsin bu Uyg'urlarga bir yordam qilsin. Chunki bu nihoyat qiyinchilik qiliqliq bo'ladi. Hem bexatarlik meselesi hem iqtisodiy masalalar. Hakikaten bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki e'lon qilayotgan bayonotlardami Afg'onistonning ahvolini aytib, qiyin bir ahvolda ekanligini, jiddiy bir yordam bo'lmaydiganligini deyapti-da endi. Xalqimiz normalda u yerda nima kasblar bilan, nima ishlar bilan shug'ullanadi? Normalda bular masalan o'zining do'kon ichib, normal va kichik tijoratlarni qilib yashayapti, normal o'ziningki xalqlarning do'konida ishlab, normal o'zining hayotini o'tkazyapti işte. Xo'sh. Unda olsa bilgangacha bu hozir qo'lda faqat bu siz degandek Xitoy muhojiri degan bir belge. Bu nasib bo'lgan bo'lsa-da har qaysi davlatlarning hech qaysi unda olsa hozirgacha birer devlet diyen, iyi çıkan birer devlet bomba diyen gapten ondan sonra bu Uygurlarga hozirgacha. Aşağı olun. Teşkilatlarninki Afg'onistondagi muhojirlar uchun nima ish qildi degan bir savolim bor endi. Buningga sizdan bir javob olsam. Biz Taliban kelgandan ko'ndan Pokistonda turib. Pokistonda. Bir xatar davlatimda. Xatarlik davlat. Taliban bor, Xitoy bor, Pokiston saqchilar, shu yerda bir ishlayapmiz. Pakistan'da mı Taliban mı? Yok Pakistan'da. Bu şu böyle endi. Shu yerda bir ishlayapmiz, qo'rqmay. Dunyo erkin nerede bo'lsa, şöyle bu Uyg'urlarga nima gap qilmaydi. Men shu savol qilman. Men har tashkilotga men so'zim bo'laniga yo'l chiqqanlar, bo'lma şey olib ketganlar. Afg'onlarga davlat emas, bir şey Amerikaga, nega Afg'onlarga shu davlat emas. O'zbeklar bo'lib olib ketmaylar, gap qilaylar. Pokistonga keldi. Afg'onlarga davlat emas. Biz Uyg'urlarga yo'l chiqqanlar deb men har bir tashkilotga so'zim, lekin menga bir kim javob kelmadi. Bir so'mada bir tashkilotlar nima bo'lyapti-da? Afg'onistonda nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti-da? Men deymanki, men hamda meni qo'lida kelgan. Aloqa qildingiz bo'lmasa? Har joyda xabar qildik. Men Pokistonda Uyg'urlar kelib bo'ldi. Bularga biz yo'l olmayapmiz. Aşağıda qoldi. 80-60 Uyg'urlar aşağıda bor. Biz yo'l olmayapmiz. Biz Pokistonda o'tirib yo'l olmayapmiz. Har dunyo qilyapmiz. Bizni Uyg'urlar tarafdan bir BBC bo'lsa, nima cho'ng muxbirlar kelib bizdan intervyu oldi. Ashdan keyin bizga Afg'onistondagi Avstraliyada oldi, Kanada bor. Bu sizlarga bir yordam qilaylar, biz ega chiqinglar deb o'tdi. Englandda ichida oldi, Kanada biz yordam qilaylar, biz yo'l chiqinglar. Angliyaga chiqing. Biz chiqinglar, biz qilaylar. Bizniki tashkil Uyg'urlar emas bular. Normal Pokistonliklar, normal Afg'onlar, normal inglizlar. Lekin bizniki Uyg'ur tashkilot biz umid qilgan ki Afg'onistonda ichida bir yomonlik keldi, bularga qala ish bo'lmash Alloh qiladi. Lekin bizniki maqsadimiz yo'q. Bunga harakat qilish. Bilkul harakat yo'q bu tashkilotning ichida. Biz bu tashkilotga qilib bo'ldik. Biz chiqindiraz bo'ldik bu tashkilotdan. Nima foydasi bu tashkilotlarga? Erkin dünyada o'tirib, harakat qilmasanlar, biz Pokistonda o'tirib qilaylik ayna. Men so'maj bu savol qilmas. Nima qildinglar? Javob yo'q bu tarafdan.
Biz kapıldık buradan. Bu teşkilatın maksadı ne? Bir yerde Uygur mazlum bolsa, Beşik gün kelse. Beşik gün kelse aşağı barış. Aşağı ahval soraş. Çıkarsa yol çıkarıp da biz hiç kere pul tülemiyoruz. Biz hiç kere teşkilatı demedik bizge pul yardım kılanlar. Biz de bir aşkıdımlar. Bir yol çıkanlar, bıraklar. Her özden ki daraga basın, gap kosun degen iken bir Uygur bir teşkilat bir elde kelime dedik. Biz buradan ne kapı oldu? Bu teşkilat bir yerleşme var biz ne kılıyoruz? Teşkilatın nima? Biz dünyadaki Uygurlara biz cevap veriş bizga av nimashga teşkilat qilib bekim solsa nima qildinglar men bunda qildim bunda qilmam bizga javob berish dunyoga. O teşkilat bir qilib oldik hamda mas'ul bo'lgandan keyin men bir bular so'man sizlar nima qildinglar hech nima qilmadinglar. Alhamdulillah. Yaqinlarda xushxabar qilmoqchi inshaalloh mushada Uyg'urlar chiqirmas. Bizga Uyg'urlar teşkilat kim edi? Teşkilat adamlar qildi bizga. Teşkilat qilmadi, oxirgi poni tushundim. Başkalar qiladi. Başqa teşkilatlar. Başka teşkilatlar. Bizning hech narsa aqlisi yo'q. Shu bizni kelmamaz edi. Kecha kunduz mamad edi. Telefon qiladi. Biz bunda qilyapmiz, anda qilyapmiz. Biz xush bo'ldik o'g'lidan. Lekin bizning teşkilatlar bir telefonla bir gap qilmadi bizni bilajik. Kim teşkilat bo'lsa. Biz hamsa bir qilib oldik. Hech nima chiqmasdi haqiqatan. Bu inşallah. Lekin biz bu teşkilatlarga biz avqsamaymiz. Ya qo'lida kelgan qilinglar deymiz biz. Qo'lingizdan kelgandan qilamiz. Agar qal ata bir hini do'rdan chiqsa, o'qilamizmi? Bu bizga yo'l. Bu bizga yo'l. Bu ata mumkin Pokiston bu ish qilib qoldi. Pokiston bular Uyg'ur. Yangi kona emas, Uyg'ur. Biz yangi kona gap qilmaymiz. Biz Uyg'ur to'g'ri gap qilamiz. Uyg'urmi? Bizni yo'lmama bizniki farzimiz. Xo'sh. To'g'ri. Alloh aslan qilsin haqiqatan xalqimizningki bugungi ahvoli. Endi Pokistondagi xalqimizningki albatta biz sizlar oxirgi qatim o'tkazgan vaqtimizga hali zaman o'tib ketdi. Navbatda degan albatta ba'zi hozir Afg'onistondan muhojir xalqimizningki Pokistonga o'tganligini dedingiz endi. Pokistonda mavjud bo'lgan Uyg'urlarimizning ahvoli qanday? Bizning burungi hukumat bata Nawaz Sharifning hukumat bata. Shu bizga yomonlik qildi. Yo'q, shu vaqtda. Yomonlik qildi. Biz beni bo'lasini beni urib sulvata chiq avarachilik qildi bu. Bizning ishda videolar bor. Bundoq mashina, allag mashina kelib bizni uyga aqtab bunda qilgan avarachilik bo'lgan. Xo'sh. Lekin bu Imron Xonning hukumat kelgandan keyin biz alhamdulillah Pokistonda bir Uyg'urga bir hozircha bir bo'lmadi. Zan bo'lmadi. Imron Xon Xitoy bilan bak yaqin bo'lsa-mu? Ya qala men yaqin bo'lsa-mu, oyadagi Uyg'urga nas qilmayapti. Ya asha qilmadi u. Lekin Pokistonniki hamda Imron Xon haydamadi bu davlatni. Kendidagi bikin bor, shu haydadi, ismi Musa bo'ldi. Lekin Imron Xon o'zi yaxshi adam. Lekin inshaalloh Imron Xonda biz umidimiz bor. Biz xabar olib turmiz, ko'rib turmiz. Lekin bir kun inshaalloh Xitoy bilan gap qiladi. Lekin biz shu misol biz Pokistonga birga hozir 3 yildan o'tib 3 yil bo'lib qoldi. Alhamdulillah Pokiston ichida bir Uyg'urga bizdan ya bekimni cho'tish, ya bekimniki pasportni tortib olish, ya bekimni qara tizim ushlash bo'lmadi. Bu bizga yaxshilik bor. Inshaalloh biz Imron Xonni yaxshilik o'tmizki, bizga ichida xabar bor inshaalloh bir kun inshaalloh Xitoy bilan gap qildi. Bizni bilan va'da berdi bular. Xo'sh. Endi shu Pokiston bilan Talibanninki Pokiston bilan biz jiq axborotlarni mayli xabarimizni bersakmi, davomli Imron Xon bilan yoki Pokiston boshqa rahbarlari Pokistondan Xitoyga davomli Xitoy bilan bir safda turayotganligi aniq hamda Talibanning burundan tortib Xitoy bilan bir tirkashgan bir ish yo'q. Hozirgi Talibanlarmi hokimiyatni qo'lga elishdan burunmi abayimizda so'zlab o'tgandek necha qatim Xitoyga borgan bo'ldi. Hozirmi e'lon qilayotgan bayonotlarda yaqin o'tganligini deyotdi hamda. Bunun biz albatta siyosiy sabablar tufaylidan xilma-xil buningki
tushuntirishlar bo'ldi hamda. Mayli sizlar bilan bo'lsin. Bundan burungi mehmonlarimiz, analizchilarimiz har xil shaklda bunga tushunch bergan bo'ldi. Normal har ish kelinglar siz Pokistonda, siz Afg'onistonda, u yerdagi hozir xalq bu Pokiston ve Talibanlarning Xitoy bilan bu kadar iç-içiga yaqinlashib ketishidan u yerdagi xalq nimalarni his qilyapti masalan, qanday rahatsız bo'lyapti? Pokistondagi xalqimiz sizga bir gap qilay. Asan gap qilsizga. Atgan qopsoq Pokiston media asoq hasaldan taxliq Xitoy bizning do'stimiz dedi. Hasaldan taxliq Xitoy bizning do'stimiz. Xitoy bizning endi hasaldan taxliq do'stimiz dedi. Do'stimiz dedi. Şu amda media gap qilmasa bizniki hozir Pokistonda 80% Pokistonliklar Xitoyni eng yaxshi dedi. Eng yaxshi do'st dedi. Bu agar do'st bo'lmasa, Hindiston bizga ziyon qiladi. İran bizga ziyon qiladi, bu Afg'oniston bizga nuqson beradi. Bu Xitoy bo'lgandan keyin biz ishib qoldi, biz hech kim quloq gap qilmaydi deb bu biz Pokistondagi ministerlar, medialar, bu siyosilar bunday haqlarni gapni aldab turadi. Hozir bir Pokiston 80% haqlar vatanda bizniki nima zulm bo'ladi Turkistonda bilmaydi. 80% bilmaydi. Bilmaydi. Mishka bunga media gap qila olmaydi. Bu sosyal medyada bir gap qila qolmaydi. Agar bir gap qilsa qo'rqadi. Sahab bo'lajak cho'ngchilar safilar bamda yazadi. Shular gap reporter shu gap qilmaydi. Vatanga borsa, yaxshi bo'libdi, pul bergan ekan. Xalqlar ashunga bilmaydi. Bilmayapti. Bu bizniki ishi. Bo'ldirish. Lekin biz qilmayapmiz. Lekin inshaalloh taala bir kun bu bo'lib qoladi biz o'ylaymiz. Lekin inshaalloh men o'ylayman ki bir vaqt keladi. Bu Pokistonda inshaalloh Xitoyga ziyon bo'ladi inshaalloh. Biz ko'ryapmiz, biz ahvol bo'lyapmiz. Mishka Pokiston haqida yomon. Bu hech kim bo'yin samaydi. Xitoy degan necha Xitoy oxirgi bir kun chiqadi. Jilan xalqlarga agar uga tursa, chaqala tursa, xalqlar jugurdi, shu vaqt buni o'ylaydi. Shu vaqt inshaalloh yana kiradi biz shu o'ylaymiz. Siz qanday o'ylaysiz? U yerdagi xalqimiz qanday bir kayfiyatda hozir? Afg'onistondagimi? Hozirgi Afg'onistondagi Uyg'urlarni so'rasangiz, shu deganmi aloqalashgandim ular bilan. Shu aloqalashsam, tungun oqshom aloqalashgandim. Tungun qurollar bilan chiqib ekan. Tungunning vaziyati yaxshi emas. Butun oqshom shu o'qlarni etib, ashtaashlarni qilib ekan ular. Shu tungunning gap qilgandim. Ularning ovozimi bor menda. Shu bir qo'rqinch bir vaziyatda ular hozir. Kunda shunda men uchirib kelib turdi. Qanday bo'ldi? Bir yo'l chiqasi bo'ldi. Bizning bizning cho'nglarimizdan birisi chiqsa bo'ldi. Bizni shu vaziyatdan bir qutqazsin debchi. Hozir ashta bir vaziyatga ular uchraqliq. Bundan boshqa hozir shu ular shu hozir umid kutib o'tirdi ki bizning bir cho'nglarimizdan inshaalloh birisi chiqar, bizga ega chiqqili. Saqlab o'tirdi shunda. Xo'sh. Programda undan sonra dünyanın arkasındaki başka sizler ilişkilerle şu bu cemiyet Ömer Uygur Vakfı arkalık hizmetlerini kılıvat İslam'da. Dünyanın arkasındaki halkımız Uygurlar bu Afganistan'daki halkımız için nemiş kılıp verildi degan qo'ldan kelgan ish. Biz yaxshi umid qilamiz bo'ladi inshaalloh. Men o'zimning tashkilot rahbarlariga iltimos qilaman. Alloh rizo uchun manglar ağladı. Hozir ahvol nimishki bizniki ahvoli hozir dunyo kiryapti. Bu emas ki siyosiyalar yomon bo'lmayman. Xo'sh. Dunyo kiryapti. Taliban bilan Xitoy qanday agreement qilyapti, qanday yaqin bo'lyapti. Mumkin o'zdan o'z zan bor biz o'ylaymiz. Bu tashkilotdan iltimos qilamanki, qo'lida kelgan bularga yo'l bo'lsin. Aşağıda aşağı chiqib, yaxshi bir davlatga olib, bular bir yaxshilar bo'lib qolib, biz inshaalloh bu umid qilamiz biz. Xo'sh. Sizning boshqa fikrlaringiz? Men shuni umid qilmayki, bizning o'zimizning tashkilotimizdan birisi, masalan,
Tamam, başka işler Allah'ın kuludur. Bizle fakatlam hareket kılsak, inşallah bir Allah Teala mı bir yol çıkırar. Fakatlam şunu ben bulardan iltimas kılmak ki bir teşkilatlardan bir yol men baksın bular. Bir azrak bir hareket kılıp baksın. Amda ben ayalning ismini almay. Bir ayal bo'lib bizning jek yaxshi ish qiladi uy bor. Bunga bizga dedi ismini almanglar dedi. Bir ayal bo'lib bizga jek yaxshilik bir ayol chiqadi demakchi. Bir yaxshilik ko'rvatmadi inshaalloh. Yo'li chiqadi u. Agar bir hayotdagi xalqimizmi? Ha, Afg'oniston xalqi. Agar birdan bir haqiqat qilsak inshaalloh bir-birimizga chiqadi. Bir ayal bo'lib avvalda mag'ib kechib kunda mag'ib bizga yaxshilik qildi. Biz Allah dua bilmez. Biz hoş bulduk ayaldan. Biz bularga biz umid qilmaysa, bular bir yo'l ma'qul. Hozir vaqt buzilmadi. Hozir bizda vaqt bor. Hozir bir yo'l chiqalar edi. Xo'sh. Ata biz yamrab qolsa, benim şerminde bulma, dünyanın aldığı bulma mümkün biz. Bir teşkilatlar biz hemiden şerminde bulmaz dünyanın aldığı. Hareket kılanmaya şey uygular. Avla hemse uygurlar hazır, naçar biçarlar. Biz umid qiladi o. Biz umid qiladi o. Bizim oqlasak, biz yatsak, la parva qilsak bo'lmaydi. Malla inshaalloh taala yaxshi natija chiqadi. İnşallah. Endi siz ham Abu Yadir'im kallam şu sual keldimmi şu. Siz mesela şu yerda tug'ildim dedingiz. Shu burun chiqqanlar mesela hozir uningki butunlay shu Afg'oniston kimniki pasportlar yashaydi. Ularga mesela hech qanday bir besim bormi shular uchun yoki unda emasmi? Talibandan tarafidan Taliban tarafidan hozirgacha unda bo'lmadi. Ammo bo'lish mumkin. Mesela siz mesela deylik, siz Kabul tug'ildingiz. Sizningki pasportingiz yoki kimligingizdami bu asliyatdagi nerede? Türkistan'da bizaqmi? Türkistan'da bizaqliq. Türkistan'da bizaqliq. Muhacirin Çin'de bizaqliq. Çin'nin muhacirida. Çin'nin muhaciri, Xitoyning muhaciri. Xitoyning muhaciri. Pasportga yozilganmi bu? Pasportga yo'q, yozilgan emas. Ammo ularning kimligida. Kimligida yozilgan. Kimligida yozilgan. Kimligida yozilgan. Xo'sh. Shu burun chiqqanlarningki hammasi. Bu yangi chiqqanlarningkida shu iqomatdagi bir narsamdi bu Turkiyadagi o'ldirish. Yo'q, unda nüfus bir xilq ularga, ammo ularning nüfusning kimligida shu. Tigi yozilgan, Afg'on yozilgan emas. Millati Uyg'ur ya millet Türkistan'ı ya Çin muhacirde bizaqliq. Hozir yeni chiqqan kartalarning tüpüde şu Uyg'ur deb yozilgan. Ularning qo'lida, Nurg'ullarning qo'lida Xitoy pasportim yo'q-da, shuni oladi. Shu ashlar, Ash belgi bilan. Ammo bu hammalarning rekordi shu davlatning qishti bor. Davlatning emaslar. Davlatning sistemida bor. O'sha ham Uyg'urlar qachon chiqqan, hammasi yozilgan ularning qishti. Xo'sh. Xayr, Allah oson qilsin deb umid qilamiz inshaalloh. Shunga tushliq harakat qilinishi kerak Rabbim inshaalloh oson qiladi. Boshqa so'z bo'lmasa ham shada oxirlashtiramiz. Başlakallah. Bo'ldi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi bu tuyuqsiz bo'lgan uchuq suhbat programmamiz aytib muhim bir masala bo'lganligi uchun o'tkazgan bo'ldik. Ikki mehmonimizniki Istanbulda bo'lishi sabab bilan anglab o'tdik qisqa shaklda xalqimizniki u yerdagi ahvoli, qanday ahvolda ekanligini, nimalarning qilinganligini, nimalarning qilinmaganligini tirnoq ichida bu har qaysi tashkilotlarning dunyoning har qaysi joylaridagi bo'libmi kishi o'tadigan nurg'un demokratik davlatlardagi tashkilotlarimizga ko'p bir yuk ish tushadiganligi aniq bularning so'zidan inshaalloh qo'limizdan kelishicha harakat qilishga bu ekrandan bularni chaqirgan bo'ldi. Bu ikki mehmonimizmi bizmi ham chaqiramiz xalqimiz uchun ularningki xotirjamlikka erishishi uchun qo'limizdan kelgan har qanday bir harakatni ayamay qilishimiz kerak deb buni umid qilamiz ham chaqiramiz. Rabbim tez fursatda bu xalqimizningki boshda u yerdagi bo'lish bilan birga albatta bizning eng oxirgi qutulishimiz vatanimiz Sharq Turkistonningki mustaqilligi bilan Xitoy tajovuzchilarining yo'qolishi bilan andikin erishadiganligimizda shak yo'q. Ammo boshqa bu muhojiratdagi har qaysi davlatlardagi
Bulup şundaq bir vaziyatda xalqimizningki qiyinchilikda qolgan bu xalqni qutuldirish har bir tashkilotningki, har bir qo'ldan ish qiladigan Uyg'urningki vazifasi deb qaraymiz. Rabbim inshaalloh oson qila. Yana bir qatimliq suhbatda Rabbim umid bersa ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.